Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Mobile Legends havaskorlari, novichoklar. Mana videolarim aslida novichoklarga tegishli. Tipa opitni игроклар yoqali deyishim mumkin-da. Romda o'ynayapsizlar, o'ta romerslar, prям chotki romerslar. Keldinglar, lesga yordam beryapsizlar o'yinni boshidan. O'yinni boshidan hech qachon gold line bilan birga ketmanglar. U katta xato. Les qiynalib qoladi bitta o'zi. Farm olishga qiynaladi. Buffni qaranglar, buffni joni mingdan kamaygandan keyin ketishinglar kerak. Undan oldin emas, undan kecha emas. Agar roamni, to есть lesni chopib qo'ysanglar, buffini u bo'ldi, o'yin tugadi, xoramlandi o'yin boshlanishidan. Mana kapusta chiqishi bilan sirrazi kapustaga qarab borishinglar kerak. Sabab kapustani les olsa, u 3 уровень bo'lib ketadi. Vot qaranglar, 3 bo'ldi. Agar o'sha kapustani ola olmasangiz, уровень pastlab ketadi, to'r bo'lishi, tipa ultani otishi kech qolib ketadi. Bu o'zingizlarga zarar. Mana siniyni sirrar dakansa urishinglar kerak emas. Tipa siniyni lesga urishni boshladimi? Ozgina поддержка berdinglarmi? Или XP line-ga, или gold line-ga borib yordamga borishinglar kerak. Solo ketmanglar, boringlar, ozgina kusta kutinglar, sassini ham bilinglar, например, kesinglar. Mo chekkadagi kuslarning ichida ularda les ham turgan bo'lishi mumkin. Ana shuni bir ko'rib qo'yib turasizlar. Ganga kirib ketmaysizlar. Sabab siz borib gold bilan birga ularni romi bilan goldni urib olish ehtimolingiz past. Agar o'sha gold line-ingizdagi igrok normal igrok bo'lmasa. Shuning uchun siz borib kutishingiz kerak o'zingizni lesingizni u kelishini. Mana kartada ham yurganda prosta tak yurmasliklaring kerak. Har bitta kustichini bunday kirib, ko'rib ketishinglar keraksizlar. Shtop birorta krisa o'tirgan bo'lishi mumkin. Например, ADK bilan mid line-da joni kam, o'zingizlar bilasizlar. Birorta tam cyber yoki Aidora turgan bo'lsa, o'ldirib qo'yadi. Neza что komanda farmdan qolib ketadi. Mana shu payt, например, keldinglar, ganga kirdinglar, urushyapsizlar. Urushib turganinglar, dushmanning joni kamroq qoldi, qochib ketib qoldi dushman sizlardan. Qochib ketib bashnasining tagiga kirib oldi. Sizlar shu payt bashnasining tagiga qo'shilib kirib berishinglar kerak, shtop lesga buni o'ldirish uchun. Nimaga les o'ldirish uchun, siz o'lib ketishingiz uchun men o'lib ketamanmi demanglar. Les agar uni o'ldirsa, unga 200 zolta plus bo'ladi. Bu degan les farm olish tezlashadi ancha. Sizlar o'lib ketganlar, qanaqa katta ubitka emas komanda uchun. Sizlarda уровень ko'tarilishlaring, roamslar komandaga bog'liq. Tipa o'zingiz kill qilib chotki ko'tarilib ketmaysiz baribir. Tanksizmi? Tankligingizni qilishingiz kerak. Shu, hammaga omad. Sizlar bilan Mr. Teo. Keyingi videolarda